bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan. Qadim emas shu zamonda Gruziya degan tomonda ajoyib bir maskan bor ekan. U yerda g'ich-g'ich baliqlar bo'lar ekan. Odamlar bemalol uni tutish imkoniyati bor ekan. Shunda O'zbekistondan kelgan bir sayohatchi ayol baliq tutdi. Ke tutishni bilasam? Tutishi qani? Men tutolmadim, meni tutuvdi boya. Mana, oling, voy. Baliq. Olasanmi ushla? Hemen ushlayman. Ushla. Ha? Voy. Okey, kremili. Voy. Voy, anladım. Hareketler soyut. Bu tep Ha. Garo, çıkıkan. Jim tur. Mana, voy. Voy, oley, soqni chiqiladi. Mana xorij safarimizning ikkinchi kuni. Bu yerda tabiiy baliqlarni o'z qo'lingiz bilan tutib, mana bu yoqda pishirib berishar ekan. Shunaqa joy ekan, qarang. Baliq tutishni zavqi boshqacha bo'lar ekan, uni tutganlar biladi. Haqiqiy baliqchilikka fanatlar, shaydolar bo'ladi deyishardi. Bu bejiz emas, chunki baliq to'rga ilingan paytda shunaqa xursand bo'lib ketar ekansizki. To'xta. Mana. Oh, mana. Mana. Qoch. Mana. Voy, mana. To'xta. Mana. Mana oltin baliqlarimiz tilagingni dedi. Biz avvalo yurtimizga eson-omon borishimizni va yurtimiz O'zbekistonimiz har doim zo'r bo'lishini, rivojlanishini tilaymiz. Xalqimizga esa sog'lik, salomatlik tilaymiz va mana shu tutgan baliqlarimizni suvga qo'yib yuboramiz. Ana. Qarang, katta joyda o'zingiz tutishingiz imkoniyati yaratilgan ekan. Ana. Ichida baliqlar yuribdi, mana qora mayda baliqlar. Kichkina. Mana g'ich baliqlar. Bu yoqda ham mana baliqlar. Ko'ryapsizmi? Xohlaganingizni o'zingiz tutar ekansiz. Mana bu yoqda ko'pligini qarang baliqlarni. Qandoq qilsam yaxshi ko'rinar ekan, lekin biz safarimiz ikkinchi kunida tomosha qiladigan baliqlarni, turli ranglarni olgandik. Bu esa o'zingiz tutib yeyishingiz uchun baliqlar. Mana. Ana. Ko'ryapsizmi baliqlarni? To'la baliqlar. Qorayib turganlar hammasi baliq. Xorij safarimizning 6-chi kuni ham guvoh bo'lganingizdek qiziqarli sarguzashtlarga boy tarzda o'tdi. Qarmog'imizga ko'p baliqlar ilindi. Baliqchilikda ozgina bo'lsa ham tajribaga ega bo'ldik va ularni qo'l bilan ushlab
til topishga harakat qildik. Bolachalarni aytmaysizmi? Biram xursand bo'lishdiki, o'z qo'llari bilan ushlab ko'rishga harakat qilishdi. Axir o'zing tutgan baliqni qo'ling bilan ushlashga nima yetsin? Lekin ular ertakdagi kabi oltin baliq emas ekan. Shuning uchun ham yaxshisi baliq pishiruvchi usta oshpazlarga topshiramiz. Bu borada Georgiyga yetadigani yo'q. Ana, u gruzin shashligini mehr bilan tayyorlayapti. Ularning kattaligini qarang. A сколько стоит? 14 lar. 14 lar? Zada 60-70 ming ekan bittasi mana. Bir donasi 400 gram bo'lib 14 lari ekan. Ya'ni bizning pulda 70 ming so'mga to'g'ri keladi. Ikkita odam bittasiga to'yadi. Qarang, gruzin shashligi haqida surishtirib, oz bo'lmasa asosiy mavzudan chalg'i yozibmiz. Tutgan baliqlarimizni avvalo yaxshilab tozalashdi. Harakatlaridan bu ayol bu ishning hadisini olganlardan ekanini sezish qiyin emas-a? Одна штука. Одна штука? 25 лар. 5 минут. 5 минут и готово, да? Ulamida. Qaraman tavida mana bu. Ko'pincha vaqtga vaqt yo'q edi. Shunday qilib, farel baliqlari yog'da qovurilib tayyor bo'ldi. Uning bir donasi 25 lari, ya'ni 120 ming so'm. 5 daqiqada baland olovda pishadi. To'g'risi, bu usulda pishirilgan farel balig'ini yeb to'ymaysiz. Gap yo'q.
fursatdan foydalanib boshqa taomlari to'g'risida ham bilish niyatida narigi tomonga o'tdik. Ayollar qo'li qo'liga tegmaydi. Eng muhimi kayfiyatlari a'lo. Chunki mijozlar, xo'randalar sirob, hinkaldi, hechichuri, taomlarning turi ko'p. Это национальное блюдо хачапури. Да. Bu hachapuri milliy taomlarning tayyorlanish jarayoni. Bu yoqda mana pitsalar turibdi. Har xil taomlar turibdi. Ular haqida bilamiz, lekin hachapuri degan taomi mana endi boshlanish jarayoni. Это лишний. Ah. Чтобы этот скелярикос, хели. Bizga o'xshab xamir yoyishar ekan, lekin sal kichikroq jo'va deydi. Ya o'qloqda bo'lmaydi uni, kalta. Bir zuvalasi ham kattagina zuvala ekan. Mana bu yoqda ovqatlarni olib ketishyapti. Umuman xalq sodda, samimiy xalq ekan. Bajonidil bemalol gapirib berishyapti. Mana. Mana. Вот хачапури. Готово. Ага. Mana. Hachapuri tayyor. Ana. Hachapurining tayyori. Tayyoriga xuddi bizada somsalarga sariyog' surganga o'xshab sariyog' surishar ekan. Ko'ryapsiz mana. Bu usti sirlik non. Judayam ochiq ko'ngil. Yana olamiz. Mana. Bebi хачапури buyog' chiqadi. Хачапури bersan. Ho, o'n хачапури. Bolachalar yordam beryapti. Вот хачапури. Chadi? Это тоже национальное блюдо. Да. Bu nima ekan? Это что? Kukuruzli pishok, pesok, turamchilar qo'yadi, Mana bularning milliy taomlari. Ana. Ko'rdingizmi? Hozir ko'ramiz qanaqa paydo bo'lishini. Ana. Sirdan juda ham unumli foydalanishar ekan va sirlari juda ham yaxshi bo'lar ekan. Хачапури Мексикурida salata. Sirni sepishdi. Ko'rdingiz? Ayetta? Это mayonez. Mayonez surishyapti mana ustidan. Sirni ustidan mayonez surishyapti. Hammamiz yaxshi bilamiz. Juda ko'p qilinadi ekan. Deyarli hamma oshxona, restoranda shunaqa taomlar qilishar ekan. Ana ketdi pishirishga. Chaqqon, juda ham chaqqon bo'lganlar. Chaqqon. Mana bu yoqda qo'ziqorinlar pishib turibdi. Qo'ziqorinlar mana. Qo'ziqorin. Sirda это? Да. Ustiga sir solib chiqishyapti. Mana. Ana mahorat.
yo'q kartoshkalar. Ular kartoshkasi juda ham shirin bo'lar ekan. Bilmadim nimaga. Keyin ovqatlarni ham mehr bilan juda shirin pishirishadi. Albatta o'zimizniki ham qolishmaydi. Lekin bu yerda ham yeb maza qilsa arziydi. Bu qo'ziqorinlar hozir pishirishayotganlari. Все, Да, и вы сами работаете? да, хозяин. Это моя подруга. Это мой сын там сделает, рыба там это жарит. Это она чистит, а мой сын там жарит. Семейный, да? Да, семейный ресторан. Две невесты, мой муж, я, это подруги. Не тяжелый? Тяжело, но что будем делать? Кто начал это? Вы начали сами? Да, мой муж. Dodo? Да. Bu dugonamizni simlari Dodo ekan. Juda ham Это ochiq Guguli. chehrali. Bu Guguli ekan. Это Зия. Ziya? Da. Ana tanishib oldik. Bilan chaqqonligini qarang. Ana. Juda chaqqon. Xizmat ko'rsatishayotgan oilaviy. Yo'da Naira bilan tanishgandik, bu yerda esa Dodo xonim bilan tanishdik. Ana, chaqqonligini qarang bularni gruzin ayollari. Ular bilan do'stlashib oldik. Telefonlarini ham oldim. Restoran egasi ekanlar. Ishlashlarini qarang. Ana, ibrat olsa arziydi. Qoyil. Mehnatkash xalq. O'zi gruzinlar xushchaqchaq, hayotdan mamnun, ochiq ko'ngil xalq ekan. Tortinib o'tirishmaydi. Yaxshi qo'shiq bo'lsa maromiga keltirib xirom aylashni boshlasharkanki, zavq-shavq bilan raqs tushishadi. Tasvirga olayotganingizdan hijolatga tushishni hayollariga ham keltirishmaydi. Dam olishmi? Dam olish bo'lsin-da. To'y-to'ydek bo'lsin degan kabi miriqib dam olish lozim deb o'ylashsa kerak-da. Dadaxonim? Все вкусно. На здоровье. Спасибо вам, что пришли. Спасибо, вам тоже спасибо. Все нравится. Дай Бог. Вам тоже. Здоровья. Гугули апа, мы уезжаем? Все вкусно. Спасибо. Спасибо. Додаханым. Ресторан Накадули. 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 Река, вода. Накадули. Река, да? Вам удачи. Вам тоже. Хоп. Soy bo'yidagi tog'yon bag'rida joylashgan restoran egasi Dodaxonim hamda uning dugonalari Gugulya, Ziya hamda o'g'illari Georgiy bilan suhbatlashdik. Kun kech bo'lib qolganini ham sezmabmiz. Sekin yo'lga chiqdik. Yo'l-yo'lakay atrofga qaradik. Go'yo gruzinlarning sho'x ohanglari taralib turgandek. Ana, mehmonxonaga ham yaqinlashib qoldik. Bu yerda atrof juda go'zalki, bahru diling ochilib ketadi. Hayrat bilan boqasan kishi. Siz ham bir tomosha qiling.